Bismillahirrohmanirrohim. Tadribun. Mashq. Demak, darsni yaxshi o'zlashtirib olgan bo'lsak, mashqni oson uslubda, oson tarzda bajaramiz. Quyidagi gaplardagi al-af'alun nasixatu larni toping va ularga tegishli ism va xabarni ko'rsating. Bada'tu fi qira'ati kitabi sirati nabawiyyati wa ma ziltu aqra'uhu hatta al-ana. As-siratu nabawiyyati. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning tarjimai hollari haqidagi kitobni o'qishlikni boshladim va hozirgacha uni o'qishda bardavomman deyilyapti. Mana maziltu bu yerda af'ala nasixa, af'ala noqisa deyiladi. Tu uni ismi bo'ladi, aqra'uhu xabari bo'ladi. Asbaha al-alamu qaryatan saghiratan bisababi wasailil naqli wal ittisolil hadisati. Olam kichik bir qishloqqa aylanib qoldi. Nimaning sababi bilan? Bisababi wasailin naqli. Tashishlik vositalarining sabablari va zamonaviy bog'lanishlik sababi bilan. Ya'ni samolyot, poyezd, mashina, mana shularning sababi bilan kichkina qishloq bo'ldi. Kichkina qishloqqa aylandi. Bu yerda asbaha af'al noqisa al-alamu ismi qaryatan xabari bo'ladi. Kana Bilalun awwal muazzinin fil islami. Bilal islomda birinchi muazzin edi. Bu yerda mana kana af'al noqisa Bilalun ismi avvala xabari bo'ladi. O'zi muzof, muazzinin muzofin ilayhi. Laysal alimu kal jahili. Olim johil kabi emas. Mana bu yerda al-alimu ismi bo'ladi. Kal jahili xabari bo'ladi laysani. Laysa af'al noqisa. Sayansurunallohu ma dumna nansuruhu. Modomiki biz Allohga yordam berar ekanmiz, Alloh bizga yordam beradi. Bu yerda madumna na ismi bo'ladi, nansuru xabari bo'ladi. Madumna bu yerda af'al noqisa. Mazal al-harru shadidan. Issiq hal ham qattiq bo'lyapti. Mana qattiqlikda davom etyapti. Al-harru bu yerda mazalani ismi bo'ladi, shadidan xabar. Mazal af'al noqisa bo'ladi. Laysa al-islamu dinal arab wahdahum. Islom faqatgina yolg'iz arablarning dini emas. Laysa af'al noqis. Al-islamu ismi bo'ladi, dini xabari bo'ladi. O'zi muzof al-arabi mudofin ilayhi. Walakinnahu dinun nasi jami'an. Lekin barcha insonlarning dinidir. Kanat vafatur rasuli sallallohu alayhi va sallam fi sanati al-hadiyati 'asharata lil hijrati. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning vafotlari hijriy 11-yilda bo'lgan. Laysal ya'su min sifatil mu'minina. Umidsizlik, noumidlik mu'minning sifatlaridan emas. Laysa bu yerda fa'ala noqisa al-ya'su ismi bo'ladi, min sifatil mu'minina xabari bo'ladi. Darasa akhi fi kulliyati tibb va asbaha tabiban. Akam tibbiyot fakultetida o'qidi va tabib bo'ldi. Mana bu yerda asbaha af'ala noqisa tagida huwa zamir mustatir ismi bor deyiladi. Chunki huwa da tabiban xabari bo'ladi. كانت بيعة العقبة أساس بناء الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. عقبة بيعة مدينة منورة إسلامي دولة بناء قلشلك بر أساس بولد. بيرد كانت أفعال ناقصة بيعة اسم بلد أساس خبر بلد. ليس الإسلام صلاة وصياما فقط، وإنما هو دين شامل لجميع نواحي الحياة. إسلام faqatgina namoz va ro'zadan iborat emas. Laysa af'al noqisa al-islamu ismi solatan xabari. Va innama huwa dinun shamilun li jami'i nawahi al-hayati. Albatta u, ya'ni islom dini hayotning barcha tomonlarini o'rab oluvchi dindir. Laysat al-hayatu al-haqiqiyyatu fi hadhihi ad-dunya wa innama fi al-akhirati. Haqiqiy hayot bu dunyoda emas, albatta oxiratdadir. Chunki bu dunyoda qancha yashaysiz bilmaysiz. Takallam ma damal kalamu afdalu waskut ma damas sukutu afdalu. Modomiki gapirish afzal ekan, gapiraver. Jim turishlik afzal ekan, sukut saqlagin deyaptilar. Xo'p, bu yerda madam af'al noqisa al-kalamu ismi afdala bo'ladi. Afdalu bo'lib qolibdi. Meni kitobimda afdala bo'ladi. Chunki madamani xabari nasb bo'lar edi. To'g'rimi? Shuning uchun takallam madamal kalamu afdala deb o'qiymiz.
كانت وسائل النقل في الماضي بطيئة. Transport vositalari, ya'ni vasail naql degan transport vositalari oldinda sekin edi. Amma al-ana fahiya sari'atun. Ammo hozirda esa tezdir. Ya'ni transport vositalari oldin sekin yurar edi deyilmoqchi. Demak, kanat af'ali noqisa vasailu ismi bo'ladi, bati'atan xabari bo'ladi. Tushunarli? Laysat al-qawa'idu hadafan. Qoidalar maqsad emas, walakinnaha wasilatan. Lekin vositadir. Shufiya al-maridu lakinnahu ma zala da'ifan. Bemor shifo topdi, lekin u hali hanuz zaif, kuchsizdir. Asbahat Uzbekistanu bo'ladi. Davlatan mustaqillatan sanata 1691 miladiyan. O'zbekiston 1991-yil mustaqil davlat bo'ldi. Alhamdulillah. أصبح الهاتف من الحاجات الضرورية للإنسان في هذه العصر. Telefon ushbu zamonda inson uchun zaruriy hojatlardan bo'ldi. Bu yerda bilamiz. Al-hatifu ismi bo'ladi. Min al-hajati jar majrur bo'lib, asbahaga xabar bo'ladi. Ma zala al-amalu mustamirran. Ish hali ham davom etyapti. Al-ijabatu mana ma zala tu damirun muttasilun ismi bo'ladi. Xabaruhu aqra'uhu bo'ladi. Asbaha al-alamu qaryatan. Bu yerda hammasini berib o'tganlar mana. Faqat bu yog'ini men o'zim aytdim. To'g'rimi? Akmilil ijabata bi nafsik. Javobni o'zing to'ldirib qo'y deyaptilar. Komil qilib qo'y deyaptilar. Lekin birgalashib qildik. Wal ana hayya nu'ribu al-jumlatayn al-atiyatayn. Hozirki quyidagi ikkita jumlani i'roblaylik deyaptilar. Kanatil madinatu asimata ad-dawlati al-islamiyyati. Madina islomiy davlatning poytaxti edi. Islom davlatining poytaxti edi. كانت المدينة عاصمة الدولة الإسلامية. demak كانت فعل ماضي ناسخ ديلت والتاء للتانيث. tushunarli? Tanis uchun keltirilyapti, ya'ni muannas. المدينة اسم كان مرفوعا وعلامة رفعه الضمة. مدينة كان اسم bo'ladi. Raf holatda raf alomati zamma. Chunki mufrad, to'g'rimi? Tasniya bo'lganda boshqa bo'lar edi raf alomati. Asimata xabaru kana mansubun va alamatu nasbihi al-fathatu. Mana bu yerda ham asimata mufrad bo'lgani uchun nima? Nasb alomati fathha bo'lyapti. Ad-dawlati mudofun ilayhi majrurun va alamatu jarrihi al-kasratu. Buni bilamiz. Al-islamiyyati na'tun majrurun va alamatu jarrihi al-kasratu. Islomiy bu sifat bo'lyapti, to'g'rimi? Ad-dawlati al-islamiyyati mana. Buni o'tganmiz sifat mavzusida. بعد الفتح أصبحت مكة جزءا من دولة الإسلام. فتحdan keyin Makka islom davlatining bir juzi bo'ldi. بعد bu yerda zarf zamani mansubun va alamatu nasbi al-fathatu. Al-fath mudaf ilayhi majrur va alamatu jarrihi al-kasratu. Fathdan keyin mana zamonga dalolat qilgani uchun buni zarf zamon deymiz. Tushunarli? Asbahat fi'l madi nasikhun va ta'u lit-tanis. Bu yerda Makkatu ismu asbaha bo'ladi yoki asbahat desak ham bo'ladi. Va alamatu raf'ihi ad-dammatu. Juz'an khabaru asbaha mansubun va alamatu nasbihi al-fathatu. Min harfu jarrin dawlati ismun majrurun va alamatu jarrihi al-kasratu. Al-islami mudofun ilayhi majrurun va alamatu jarrihi al-kasratu. Buni tarjima qilishim shart emas, chunki bu oson bizga. To'g'rimi? Ya'ni kana va uning izdoshlari bor-ku. ليس أصبح ما دام ما فتئ من فك وهكذا. Bular mubtado bilan xabardan oldin kelishadi va nima bo'ladi? Mubtadoni o'zini ismiga aylantiradi. Buni ismu kan yoki ismu asbaha deymiz. Xabarni o'zini xabarga aylantiradi va xabaru kan yoki xabaru asbaha deb tarkiblaymiz. وهذه بعض الأمثلة من القرآن الكريم على ما درسنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان الله غفورا رحيما. الله مغفرة لي مهربان بولغان زادتر. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.
Men dedimki, Parvardigoringizdan mag'firat so'ranglar. Albatta u o'ta mag'firatli bo'lgan zotdir. Bu yerda ko'rib olamiz, innahu kana mana, kana g'affara. Kana af'al naqsa tagida hu zamir mustatir ismi bor. Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila. U kunda yer tog'lar titroqqa tushar va u tog'lar to'kilib turuvchi qum tepalarga aylanib qolur. Kana bu yerda mana o'zlari jadvalda berib o'tgan ekanlar. Fasabbih bihamdi robbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Darhol Parvardigoringizga ham aytish bilan poklang va u zotdan mag'firat so'rang. Zero u tavbalarni qabul qilguvchi bo'lgan zotdir. Vazkuru ni'matallohi iz kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Hamda Allohning sizlarga bergan ne'matini eslang. Uzkuru bu eslang degan. Ni'matallohi Allohning ne'matini. Bir-biringizga dushman bo'lgan paytlaringizda dillaringizni oshno qilib qo'ydi-yu, sizlar uning ne'mati sabab birodarlarga aylandingiz. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatl akhihi faqatalahu fa asbaha min al-khasirin. Bas nafsi unga o'z birodarini o'ldirishni chiroyli qilib ko'rsatib, uni o'ldirdi va ziyon ko'rguvchilardan bo'lib qoldi. Bu yerda asbaha. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Ayting, xabar beringizchi, agar suvlaringiz yer tubiga singib ketar bo'lsa, u holda kim sizlarga oqar suv keltira olur? ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. Agar Parvardigoringiz xohlaganida barcha odamlarni bir millat qilgan bo'lur edi. Ular mudom ixtilof qilurlar, magar Parvardigoringiz rahim qilgan kishilargina ularni shuning uchun yaratgandir. فَمَزَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَسِيدًا خَامِدِينَ. Bas to biz ularni o't o'lan kabi o'rilgan, o'tin kabi o'chgan holga solgunimizcha ularning ana o'sha dodvoylari davom etdi. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ. Darvoqe, ilgari Yusuf sizlarga aniq hujjatlar keltirganida ham u sizlarga keltirgan narsalardan shubha gumon qilib turib olgan edinglar. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. Ayt, ey Musa, modomiki ular shu joyda ekan biz hech qachon kira olmagaymiz. Va hurrima alaykum saydul barri ma dumtum huruma. Va modomiki ihromda ekansizlar, sizlarga quruqlik ovi harom qilindi. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budu Alloha robbi va robbakum va kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. Men ularga faqat o'zing amr qilgan gapnigina aytdim. Parvardigorim va Parvardigoringiz bo'lmish Allohga ibodat qilingiz va oralarida bo'lgan muddatimda ularning ustida guvoh bo'lib turdim. Meni o'z huzuringga chorlaganingdan keyin esa sen o'zing ularning ustida kuzatuvchi bo'lding. Va awsoni bis-solati vaz-zakati ma dumtu hayya. Modomiki hayot ekanman, namozni ado etishni va zakot berishni amr qildi. Modomiki jonimiz o'zimizda ekan, namozga mustahkam bo'laylik. Vallohu a'lamu bis-sawab.